5 qiz soat 10 kechasi ko'chada qolishgan. Biz seni yo'qotib yuboramiz degan gaplar bo'ldi. Bu kvartira 2 oylik emas deydi. Bu kvartira sutочный. Xudoga soldim. Shunaqa deb ketaverishadi. Rossiyada yashab ishlayotgan o'zbekistonlik migrantlar uchun uy-joy topish va joylashish masalasi rossiyaliklar yoki boshqa davlat fuqarolarinikidan biroz farq qiladi. Uy-joy topish masalasi Rossiyaga kelganda birinchi marta albatta o'zinikilarga ishonib boradi. O'zbekistondan birinchi marta kelgan odamga aynan birinchi kundan uy-joy topish juda ham qiyin masala. O'sha uchun asosan endi mana oxirgi yillarda yashash joyi bo'lgan ishxonalarga ishga joylashishga talab kuchayganning sababi ham shunda. Asosan nima deydi? Bir-biriga informatsiya berish. Mana kelayotgan odam iltimos qiladi, undan keyin bu yoqdagi tanishlar yashash joyini aniqlab, agar imkonini topsa, hech bo'lmaganda koyka mesda 1 oylik pulini to'lab, keyin u odam kelib, undan keyin boshqa proseslar ketadi. Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlar aksariyat hollarda ijaraga olingan joy yoki xonada yashab ishlaydi. Endi O'zbekistondan kelganlarga asosan bitta uyni ijaraga olish qiyin. Sababi Moskvada ruslar asosan realtorlar orqali uyni ijaraga beradi. Realtorlar komissiya, realtorning o'zining komissiyasi birinchi oy yashash puli, ko'p hollarda oxirgi oyning ham pulini olib oladi va yana zalog. Tabiiyki, O'zbekistondan kelayotgan mehnat muhojirida buncha pul yo'q. Agar hammasini jamlasangiz 120 ming, 130 ming rubldan oshib ketadi. Shuning uchun asosan yotish o'rni, koyka o'rin uchun keladi. Endi qarindosh urug'lari borlar, agar qarindosh urug'lari bitta uyni snimat qilgan, ijaraga olgan bo'lsa, o'sha uyga keladi. Rossiyada uy ijarasi va uy-joy topshirish bilan bog'liq firibgarlik holatlari yildan-yilga o'sib bormoqda. Ekspertlar buni uy bozorining qizg'inligi, raqamli e'lonlarning ko'payishi, migrantlar oqimining barqarorligi bilan izohlashadi. Muhojirlar orasida-chi, uy ijarasi bilan bog'liq firibgarliklar qanchalik keng tarqalgan? Bir kechalik, ya'ni sutkalik kvartiralarni haftaga ijaraga olib, keyin man ijaraga beryapman 1 oyga deb ijara pulini olib, 2 oylik ijara pulini olib, yo'qolib qolganlar bor. Suhbatdoshimiz shunday voqealardan birini gapirib berdi. Oyjamol ijaraga uy olmoqchi bo'ladi. Keyin Avito bor. Avitoda e'lonlarni tekshiradi. Shu Novoy Domodedovoda uy studiya ijaraga berilayotgani haqida nima bo'ladi? E'lon bo'ladi. WhatsApp orqali gaplashadi, borib ko'radi. Keyin aytadi, "Mayli, men kelaman" deydi. U aytadi, "Uy o'zimniki" deydi. Endi kalitni eshikni ochib kiryapti, ko'ryapti, "Mana uy joy yashanglar" degandan keyin albatta soddalikmi deymizmi, ishonuvchanlik deymizmi? Ishonadi. Keyin aytadi, "Mana 1 oyligini berasan" deydi. Birinchi oyni va oxirgi oyni. Zalog va komissiya yo'q, uy o'zimniki. Men bolalarim bilan yashaganman, bolalarim ketdi Tojikistonga, u bu ish qilib ishontiradi, orator bo'ladi yigit. Qiz beradi o'sha pulni-da, yashashni boshlaydi. Opa-singil ikkovi yashashni boshlaydi. Ana undan keyin oradan 5 kun o'tgandan keyin bir odam keladida, eshikni kalit bilan ochayotgan bo'ladi, hali ham uyda bo'ladi bu. Kalit bilan ochadi-da, keyin aytadi, qarab turadi, "Bugun deydi sizlarda oxirgi kun". Qanaqasiga deydi oxirgi kun? Biz 2 oylikni to'laganmiz. Bu kvartira 2 oylik emas deydi. Bu kvartira sutочный. Ya'ni 1 sutkalik beriladigan. Deydi, "Men 7 kunga bergan edim buni" deydi, "Pulini olgan edim, mana shunaqa gap". Keyin kimdan u chiqarib yuboradi. Ularda железный zakon chiqarib yuboradi. Shundan keyin Oyjamol menga aloqaga chiqdi. O'sha uyni egasini adres bo'yicha topdik biz. Qaysi nomer unga pul o'tkazgan. Keyin o'sha pul o'tkazgan kartani topib,
Domodedovo politsiyasiga borib qiz ariza yozdi. Pul pul o'tkazilgan karta egasining ismi, familiyasi aniqlandi. Qayerda migratsion uchotda turgani aniqlandi. Bank kartasi orqali uni telefon raqami aniqlandi. Ana undan keyin topildi. Pulni qaytardi. Endi bu nechinchi voqea, u Oijamolgacha necha kishini aldagan, endi unisini hech kim bilmaydi. Hatto menga nisbatan qo'rqitishlar bo'ldi. Biz seni yo'qotib yuboramiz degan gaplar bo'ldi. Mana shunaqa. Subarenda, ya'ni ijaraga olingan uyni qayta ijaraga berish Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlar orasida eng ko'p tarqalgan ijara turi. Bir shaxs uy egasidan uyni ijaraga oladi va uni boshqalarga ijaraga beradi. Albatta, foyda evaziga. Ijara firibgarligi subarendada ham ko'p uchraydi. Endi bu juda ham og'riqli mavzu. O'zimizda hamyurtlarimiz olib, keyin juda ham ko'pchilik yashaydi. Odam ko'payib ketadi. Odam ko'paygandan keyin sharoiti to'g'ri kelmagandan keyin yo'q, men bu yerda yashay olmayman, men chiqib ketaman desa, to'langan pul uchun juda ham katta janjallar bo'ladi, aldanishlar bo'ladi. Yoki mana o'zimda bo'lgan voqea, men xona ijaraga olmoqchi bo'ldim. Keyin shu xonani menga rasmga tashlangan xona, rasmda ko'rsatilgan xona umuman boshqa sharoiti. Men bordim, endi men 50% o'tkazib qo'yganman. Boradigan odamlar O'zbekistondan borishi kerak va o'sha men ijaraga olgan xonaga ular kirishi kerak. Men 50% ni to'lab qo'yib borsam, umuman boshqa sharoit. Kim aytdim, bu xona emas edi-ku. Dedim, endi o'zimizni o'zbekistonlik yigit bilan gaplashyapmiz. U aytayapti, "Ama ertaga bu yerga bitta kravat olib kelib qo'yapman." Gap kravatda emas, dedim. Siz menga umuman boshqa xonani nima qildingiz? Yana endi shu qonundonligimizga mana bunaqa qilishga to'g'ri keldida, pulimizni qaytarib olishga muvaffaq bo'ldik. Bilishimcha, Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlar aksariyat hollarda joy yoki xona ijaraga oladi. Xonadonlarni ijaraga olib yashash qanchalik ko'p uchraydi? Birinchisi, juda ham ishonuvchan xalqmiz. Mentalitet degan gap bor, bu narsa bu. Juda ham ishonuvchan xalqmiz, bu birinchisi. Ikkinchisi, yana o'sha eng og'riqli mavzu, men har doim aytaman, hujjatsiz yurish. Agar 100% hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sizni aldanishga harakat qilishsa, muammoga duch kelsangiz, qo'rqmasdan borib politsiyaga murojaat qila olish uchun hujjatlar 100% bo'lishi kerak. Qo'lingizda patentingiz bo'lishi kerak. Agar migratsion uchotingiz bo'lmasa, endi hozir migratsion uchot ham shart emas, Amina приложение chiqdi. O'sha Amina bilan bemalol odam migratsion uchotisiz ham yashashi mumkin. Agar qo'lingizda hujjatingiz bo'lsa, siz borib politsiyaga murojaat qila olasiz. Va sizni mana boya aytganimizdek, ular himoya qilishga shart. Bizda hujjatsiz ham ishlayman degan tushuncha bor va biznikilarni hujjatsiz ishlashini ta'minlab beruvchi o'rtadagi uchinchi kishilar bor. Ya'ni ular ham o'zimizni hamyurtlar, endi farqi yo'q. Qayerni fuqaroligi ish qilib hujjatsiz ishlaysiz, mana har bitta smenangizga sizga 3000 beriladi. Jondek borib ishlashadi. Endi ko'chada politsiya to'xtatsa, ular o'zlarining muammolari va lekin mana bu ijarada aynan mana shu hujjatsizlarni juda ham ko'p aldanishi. 5 ta qiz soat 10 kechasi ko'chada qolishgan. Shunchaki chiqarib qo'yishgan. Bu ham endi aldanish, nima deydi? Ijaraga xonani olishadi, yashaymiz deb pulini to'lab qo'yishadi. Har bitta qiz 8000 dan pul to'laydi. Va kvartirani egasi kelib qoladi, aytadi, "Yo'q. Men bitta oilaga 4 kishiga kvartirani berganman. Sizlar chiqinglar." Ana endi men ularga aytayapman, "Biz boramiz, politsiyaga ariza beramiz." deganimda ular, "Opa, bizning hujjatimiz yo'q, bizning hech qanaqa hujjatimiz yo'q. Biz bera olmaymiz."
o'zingiz yozing bizni nomimizdan. Ammo na kartamdan pul o'tkazganimni isbotlay olaman, na boshqa narsa. Men qanday qilib falonchi aldandi, men uni o'rnidan ariza yozaman deb bo'lmaydi. Tushunarli Zilola opa, yana bir savol. Sizningcha, uy-joy firibgarligiga uchragan o'zbekistonliklarni qancha foizi politsiyaga murojaat qilib pullarini qaytib oladi-yu, qanchasi puliga kuyib qoladi? Nari borsa 5% politsiyaga murojaat qilib pulini qaytarib olishga muvaffaq bo'ladi. Qolgan 95% bizning xalqda bitta gap bor-ku, Xudoga soldim. Shunaqa deb ketaverishadi. Kurashmaydi. Birinchidan til bilmaslik. Ikkinchidan mana shu men aytganim hujjat. Keyin ijaraga olayotganda ham mana o'sha shartnoma, isbot. Pulingni kimga berding? Shartnoma. Keyin kartadan kartaga o'tkazish. Asosan bunaqa aldaydiganlar naqd olishadi. Mana shu tomonlarda juda ham ko'p tashlab ketishadi. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi deb. Tahlillarga ko'ra, Avito, Tsian, Yula kabi yirik platformalarda e'lonlarning 11% firibgarlik belgilariga ega. Qisqa muddatli ijara uchun bu ko'rsatkich 15% gacha yetadi. Huquqshunoslar ijara firibgarligiga duch kelmaslik uchun quyidagilarga e'tibor berishni tavsiya qiladi. E'lonni tekshiring. E'londagi telefon raqamini internetdan qidiring. Boshqa e'lonlarda ham shu raqam bormi? Ko'pincha bir raqam yuzlab e'lonlarda bo'ladi. Mulk egasini tekshiring. Rosreyestr RF saytida EGRN orqali uy egasini bepul yoki arzon tekshirish mumkin. Shartnomadagi ism, nasab va pasport ma'lumotlari mos keladimi? O'rganib chiqing. Shartnomani notariusda tasdiqlang. Oddiy qo'lda yozilgan qog'oz hujjat qiymatiga teng kelmaydi. To'lovni hujjatlashtiring. Pulni naqd bermasdan bank o'tkazmasi qiling va ijara to'lovi deb yozib belgilang. Huquqiy yordam. O'zbekiston elchixonasi va konsulligi, migrantlar uchun huquqiy markazlar va huquqshunoslardan maslahat oling. Uy ijarasidagi firibgarlik tasodifiy hodisa emas, balki raqamli bozorning zaif tomonidan foydalanayotgan tizimli muammodir. Bu migrantlar uchun yanada ehtiyotkor bo'lishni talab qiladi. Ogoh bo'lsangiz, pul va vaqtingizni saqlab qolasiz.